Hammaga salom. Bunaqa ko'rinishdagi birinchi kontentim. Xo'p, bugun nima haqida gaplashamiz? Bugun Albert Einsteinning eng mashhur nazariyalaridan biri, maxsus nisbiylik nazariyasi haqida gaplashamiz. Ushbu nazariya 1905-yilda Albert Einstein tomonidan asos solingan. Bu nazariyada o'sha biz bilgan, hamma biladigan eng mashhur g'oyalar vaqt nisbiyligi, ya'ni vaqtning sekinlashuvi, yorug'lik tezligining o'zgarmas harakati kabi g'oyalar ilgari surilgan. Ko'plab filmlar ham olingan, masalan Interstellar va boshqa filmlar. Ushbu nazariya ikki qonunga bo'linadi. Birinchi qonun barcha dilemmalarda ham, barcha inersiyalarda, ya'ni o'zgarmas tekis chiziqda bir xil harakat qiluvchi obyektlarda ham va yerda ham fizika qonunlari bir xil ishlaydi. Masalan, buni animatsiya orqali ko'rib chiqishimiz mumkin. Keling tasavvur qilamiz. Siz inersial obyekt ichidasiz. Ya'ni harakatlanayotgan poyezd ichida. Sizning do'stingiz esa Timruz stansiyasida shunchaki turibdi. Xo'sh, aslida kim harakatsiz turibdi? Do'stingizning nuqtai nazaridan u harakatsiz turibdi, uni atrofidagi narsalar harakatlanyapti, masalan sizning poyezdingiz. Ammo sizning nuqtai nazaringizdan ham sizning atrofingizdagi narsalar harakatlanyapti. Siz esa harakatsiz turibsiz. Xo'sh, aslida kim harakatlanyapti? Bunday holatda siz ham, do'stingiz ham harakatsiz turibdi deb atash mumkin. Bu shuni anglatadiki, siz uchun ham, do'stingiz uchun ham fizika qonunlari bir xil amalga oshadi. Masalan, siz ham stakanga suv sola olasiz, do'stingiz ham bu ishni qila oladi. Ammo tezlik nisbiy hisoblanadi. Ya'ni sizning nuqtai nazaringizdan tezlik boshqacha, do'stingizning nuqtai nazaridan esa boshqacha. Masalan, siz to'pni uloqtirdingiz. To'p 20 km tezlikda harakat qilyapti. Siz uchun to'pning tezligi 20 km. Ammo do'stingiz uchun siz uloqtirgan to'p 120 km tezlikda harakat qilyapti. Chunki siz harakat qilayotgan poyezdning tezligi 100 km. Ya'ni siz ichida o'tirgan obyekt va siz uloqtirgan to'pning tezligi bir-biriga qo'shiladi va do'stingizning nuqtai nazaridan umumiy tezlik 120 km chiqadi, masalan deylik. Ya'ni moddiy obyektlarning tezligi turli nuqtai nazarlardan olib qaralsa, turlicha bo'lishi mumkin. Einsteinning ikkinchi qonuni esa yorug'lik tengligi massasiz va shuning uchun ham barcha uchun doimo bir xil, ya'ni 300 ming km/soatni tashkil etadi. Masalan, sizni do'stingiz sizga qarab fonarni yoqdi deylik va siz do'stingizga qarab, aytaylik 10 ming km/soat tezlikda yugurdingiz. Xo'sh, yorug'lik tezligi siz uchun ortadimi? Yo'q, yorug'lik tezligi 300 ming km/soat tezligicha qolaveradi. Chunki yorug'lik tezligi moddiy jismlarga o'xshab massaga ega emas. Shuning uchun ham yorug'lik tezligi barcha nuqtai nazarlardan bir xil, ya'ni harakatsiz jism uchun ham, harakatdagi jism uchun ham yorug'lik tezligi bir xil. Xo'sh, vaqt o'zi nima? Hatto bugungi kunda ham bu savolga to'liq javob berish imkonsiz. Ammo shunga qaramay biz vaqt to'g'risida bazaga egamiz, ya'ni vaqtni kelishib olganmiz, raqamlab olganmiz, ma'lum bir ishlarni qaysi vaqtda qilishga kelishib olganmiz, masalan uxlash, turish, ovqatlanish kabi ishlar. Ammo nisbiylik nazariyasi vaqtni bunday vaqt tuzilishini xato deydi. Xo'sh, nisbiylik nazariyasida vaqt nima? Keling, olaylik, ikkita millat. Birinchisi A millat, ikkinchisi B millat. Ular bir shartnoma imzolashlari kerak, ammo muammo shundaki, ular bu shartnomani bir vaqtda imzolashlari kerak. Yechim sifatida ular bir stol atrofiga yig'ilib, o'rtaga lampa qo'yishni topishdi. Masalan deylik, lampa yonganda ikki millat A va B millat yetakchilar bir vaqtda shartnoma imzolaydilar. Chunki yorug'lik tezligi bir xil vaqtda harakat qiladi. Shuning uchun ham A millat yetakchisiga ham, B millat yetakchisiga ham yorug'lik bir vaqtda yetib boradi. Ammo stansiyada turgan odamlar uchun esa bu holat boshqacharoq bo'ladi. Ya'ni B yetakchiga A yetakchiga qaraganda nur kechroq yetib keladi. Nega degan savol tug'ilishi tabiiy. Keling buni ham ko'rib chiqamiz. Buning sababi shundaki, A millatining yetakchisi lampa tomonga qarab harakat qilyapti. B millatining yetakchisi esa lampaga teskari, ya'ni proporsional tarzda harakat qilyapti. Va bu lampaning nuri, ya'ni yorug'lik nurini masofasini oshiryapti va kamaytiryapti.
Biroz tushunarsiz, a? Keling, yana ham tushunarliroq qilamiz. Buning uchun lampa nur chiqargan joyga chiziq tortamiz va nur A yetakchiga va B yetakchiga yetib borgan joyga chiziq tortamiz. Bemalol ko'rishingiz mumkinki, nur B yetakchiga borish uchun ko'proq masofa sarflagan va ko'proq masofa ko'proq vaqt degani. Shuning uchun ham stansiyadagi odamlar nuqtai nazaridan nur B yetakchiga yetib borish uchun ko'proq vaqt sarflagan. Xo'sh, bu nimadan dalolat beradi? Bu shuni anglatadiki, A va B yetakchilar uchun vaqt bir xil o'tgan. Ya'ni nur ularga bir vaqt yetib borgan, ammo stansiyadagi odamlar nuqtai nazaridan B yetakchiga kechroq nur yetib boryapti. Buning sababi vaqt nisbiyligida. Ya'ni siz harakatlanayotgan obyekt ichida bo'lsangiz, siz vaqtning sekin o'tayotganini his qilmaysiz. Ya'ni siz uchun vaqt bir xil o'tadi. Siz uchun klassik fizika qonunlari ishlayveradi, ammo tashqi nuqtai nazaridan klassik fizika qonunlari ishlamaydi. Ya'ni vaqt nisbiylashadi. Keling, bu hodisani yana ham soddroq qilib ko'rib chiqamiz. Bizga bunda yorug'lik soati yordam beradi. Yorug'lik soati juda ham oddiy mexanizmga ega hisoblanadi. O'rtasidagi qizil nuqtacha vaqtni bildiradi va u vertikal harakatlanib har safar tepaga yoki pastga tekkanda 1 soniya o'tganini anglatadi. Xo'sh, agar biz bu soatni harakatga keltirsak nima bo'ladi? Harakatga keltirsak, ko'rib turganingizdek vaqt sekin o'ta boshlaydi. Chunki endi vaqt vertikal emas, balki diagonal harakat qilishni boshlaydi va o'z-o'zidan uni harakat yo'nalishida masofa ko'payadi va bu vaqtni sekinlashuviga olib keladi. Ammo harakatlanayotgan soatdagi vaqt sekin o'tayotganligini faqatgina tashqaridan ko'rayotgan odamlar seza oladi. Ammo uni ichida kim turgan bo'lishidan qat'iy nazar, vaqt sekin o'tayotganligini sezmaydi. Chunki xuddi poyezddagi holat ro'y beradi. U uchun fizika qonunlari yerdagidek bir xil ishlaydi.